aniq bilaman, bunaqa nachinkali, bunaqa xamirli, bunaqa oson, lekin bunaqa sochli taomni hali ko'rmagansizlar. Sizlar bir marta tayyorlab yeb ko'ringlar, keyin sizlar bilan gaplashaman. Birinchi tovuqlarimizni kubik to'rab yog'da qovuramiz. Kopchonli kolbasa, bolgarskiy pomidor, tuz va ziravorlar solib, yaxshilab qovuramiz. Ozgina suv solib, yarim soatga dimlab qo'yamiz. Suv ketgach, 35% slivka solib, quyilguncha qaynatamiz. Endi eng sifatli qavatlari bilinib chiqadigan Mali brendining drojali qatlama xamirini bittasini olib yoyamiz. Zo'r eriydigan siri yupqa qilib kesib olib, videodagi ustiga qo'yib chiqamiz. Nachinkani solamiz, ustidan yana sir solib, ikkinchi xamirni yopamiz. To'rga bo'lib kesib chiqamiz. Chetlaridagi ortiqcha xamirni ham kesib olib tashlaymiz. Milka yordamida chetlarini bosib yopishtirib olamiz. Pergamentga terib, ustiga tuxum suramiz, xohishga ko'ra dekor qilamiz. Qizib turgan duxovkaga 180 gradusga yarim soatga yoramiz. Shunaqa sirlari cho'zilib, sochli bo'lib chiqadi. 100% bilaman, buni yeb ko'rgili kelib ketdi. Shunaqa, sizlarga eng yaxshilarini illaman.